Assalomu alaykum. Men Muslima Po'latova, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Barkamol avlod bolalar maktabining o'quvchilik to'garagi a'zosiman. Men o'quvchilik bilan 2 yildan beri shug'ullanib kelaman. Mana shu 2 yil davomida ustozim Manzuraxon Boboxo'jayeva yordamida turli xildagi o'quvchilikka oid bo'lgan ko'rik-tanlovlarda qatnashib kelganman va faxriy o'rinlarni ham egallaganman. Bulardan biri 2024-yilda o'tkazilgan onlayn respublika o'quvchilik tanlovi ko'rik-tanlovida faxriy 2-o'rinni qo'lga kiritganman. O'quvchilikdan tashqari men ingliz tili va matematika fanlarini ham o'rganaman va 2024-yil sentyabr oyida IELTS xalqaro imtihonidan 7 ballni qo'lga kiritganman. Bundan tashqari men ingliz tiliga oid bo'lgan turli xildagi ko'rik-tanlovlar va konferensiyalarda ham qatnashib kelmoqdaman. Bulardan biri Namanganda o'tkazilgan The Modern Nation xalqaro konferensiyasi bo'lib, men bu yerda Qozog'iston delegatsiyasi sifatida qatnashib, The Honorable Delegate unvonini qo'lga kiritdim. Meni shu kungacha qo'llab-quvvatlab kelayotgan ota-onam va ustozlarimga o'z minnatimni